o'shandan olinadigan suvlar. Bugungi kunda yer osti ichimlik suv manbalarimiz Shahrisabz, Kitob, Yakkabog', Chiroqchi hududlarida joylashgan. Yer usti ichimlik suv manbalarimiz mana Talimarjon asosiy Talimarjon suv manbai hisoblanadi. Bugungi kunda Qashqadaryoda ichimlik suv ta'minot darajasi 61.2% yoki aholimizda 2.200.000 aholimizda markazlashgan ichimlik suv ta'minoti bilan ta'minlab kelmoqdamiz. 38% esa bu alternativ manbalar. Ya'ni o'sha buloq bo'lishi mumkin, maxsus mashinalar bilan yetkazib beriladigan suvlar bo'lishi mumkin, kaptaj usulida yoki galeriya usulida ichimlik suv bilan ta'minlaymiz. 2024-yilda amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, muhtaram prezidentimizda so'nggi 3 yilda ichimlik oqova suv ta'minot sohasida 1 trillion 63 milliard mablag' ajratib berildi Qashqadaryo viloyatiga. Buni hisobiga 233 ta inshootlar qurildi, 3,5 ming kilometr tarmoqlar tortildi va 301 ming aholi ilk bor ichimlik suv bilan ta'minlandi. Yoki 188 ta mahalladagi suv ta'minoti yaxshilandi. Birgina 2024-yilning o'zida 128 milliard muhtaram prezidentimiz Qashqadaryo viloyatini ichimlik suv ta'minotini yaxshilashga ajratdilar. Buni hisobiga 78 ming aholini suv ta'minoti yaxshilandi.